Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Muborak bo'lsin, mana kaliti. Sizlar ham. Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatib boruvchilar. Mana bugun biz KAS Motors tomonidan Fabrendi ostida ishlab chiqarilgan shassimizni hurmatli mijozimizga topshirish jarayonidamiz. Bu texnikamiz haqida texnikamiz dovrug'ini eshitib, cho'tkacha kelib, bir kunda hujjatlarini rasmiylashtirib, egalariga yetkazish jarayonidamiz. Hurmatli mijozimizning o'z fikr mulohazalarini o'zlaridan ham eshitib qolgan bo'lardik. Texnikani biz ham mana YouTube'larda ko'rib, Telegram orqali, Instagramlarda ko'rib, yoqtirib, qilayotgan ish jarayonlarini eshitib, so'rab, surishtirib, qiziqqan holda xarid qilyapmiz. Texnikani olib chiqib ketishga muammo yo'q. Texnikani ishlab berishi shu paytgacha muammo keltirmagan. Asosiysi texnikamiz sizga yoqdimi? Yoqdi. Ma'qulmi? Ma'qul. Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Muborak bo'lsin, mana kaliti. Sizlar ham yaxshiligiga haydang. Rahmat. Bundan-da zo'r texnikalarini xudo xohlasa kelgusi sotib olishingiz tilakdoshimizni. Yo'llaringiz doim ravon bo'lsin. Daromadingiz bundan-da ko'paysin. Rahmat. Kelgusida ham xuddi shunaqa texnikalarni sotib olishda biz ishtirok etishimizni niyat Xudo qilamiz. xolasa inshaalloh aka. Yana bir bor muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Kimgadir shunday texnikalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilamiz, murojaat qiling va o'z texnikangizni egasi sohibiga aylaning.